O'zbekistonga ketishdan oldin ustozimiz Bekzod Sanakulov bilan ko'rishib, suhbatlarini olib, xayrlashib o'tish lozim deb topdik. Va xolos ular ham shu yerda, mana ko'rishlari mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom narod. Mana bizni jonajon talabamiz bilan diydor uchrashuvi xudo xolasa bu yoq O'zbekistonga kelyapti ekan. Ustoz bir duo qiling dedi. Biz doim duodamiz. Hamma MIT guruh talabalarimiz uchun, hatto bizdagi umuman o'qimagan talabalar uchun ham, umuman o'zbek xalqi uchun, o'zbek yoshlari uchun biz doim duodamiz. Xudo xolasa O'zbekistonga borib, bu yigit bilan partnyorskiy отношенияларni quramiz. Xudo xolasa katta planlar bor. Yana xudo xolasa zo'r yangiligimiz bor. Hozir biz Kyonsanshiydamiz. Ajoyib bir xabarlarni kutib qolasiz. Xudo xolasa ertaga e'lon qilamiz. Salomat bo'ling. Albatta, hammalarga rahmat. Shunday yangiliklar bizda O'zbekistonga ketishdan oldin Bekzod Sanakulov ustoz bilan ko'rishib, duolarni olib, xayrlashmoqdaman. Aytib o'tganlaridek, yaqinda albatta zo'r yangiliklar chiqadi. Bizni kuzatishda davom eting.